Bizani oddiy o'tayotgan kunimiz millionlab insonlarning orzusi ekanligini bilarmidingiz? Butun dunyo bo'ylab 430 million inson umuman eshitmaydi. 30 million inson esa dunyoning rang-barangligini umuman ko'ra olmaydi. 40 million inson esa hattoki o'z oyoqlarida tikka tura olmaydi. Har kuni 170 ming inson ertalab qayta uyg'onmaydi. 2,3 milliard inson bo'lsa to'yib ovqatlana olmaydi va toza ichimlik suvidan icha olmaydi. 300 million inson esa dunyoni rangsiz ko'radi. Endi ham o'zingizni omadsiz va baxtsiz insonman deb hisoblayapsizmi? Siz dunyodagi eng omadli insonsiz. Obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang.